bugun muhtaram prezidentimizning bir so'zlari bor. Biz ta'limni o'z maqomiga, o'z me'yoriga qo'ymas ekanmiz, taraqqiyotimiz ilgarilab ketmaydi. Shuning uchun ta'lim va yana ta'lim deb qaytaradilar. Undan tashqari bugun yoshlarimiz bizdan katta kuch olish bilan bir qatorda ilm, ma'rifat va ma'naviyatni ham olsin. Shavkat Miromonovich, biz prezidentimiz. Said akam ham aynan o'sha Shavkat Miromonovichni orzulari, umidlari va hamisha takrorlaydilar. Mana bir ba'zida ko'rishib qolganimizda Said Shirmuhammedovichning ta'limda ularning qoldirgan izlari, muorifda qoldirgan izlari katta hayotiy saboq, yoshlarimizga ayniqsa ibrat andoza bo'ldi deydilar. Albatta bu so'zlari bilan masalan men yana bir g'ururlanib, faxrlanib, mas'uliyat his qilib, mas'uliyat, majburiyat, javobgarlik his qilib, yana ham ko'proq o'zimni ustida ishlashimga va Said akamni o'sha g'oyalarini, Said akamni shiorlarini, Said akamni o'sha imijlarni amalga oshirishga harakat qiladi. Inson ba'zida o'ylanib qolaman, kim o'zi nimaga dunyoga kelgan ajoyib deb qo'yadi. Ammo insonlar ichida shunaqa insonlar borki, o'zini manfaatidan ko'ra o'zga manfaatlari, vatan, millat, oila, farzand, do'st, ilm, bilim, ma'rifat, madaniyat, axloq ustun qo'yadi. Men har safar o'sha Said akam haqida fikr va xotira kelganda otam bilan onamni beixtiyor biz 12 ta farzandga bergan muruvvatli tarbiyasi ko'z oldimga keladi. Muruvvatli tarbiyada juda ko'p mashaqqat kechishga to'g'ri keladi. Bolani tug'ilishi, o'sishi, ulg'ayishi shu jarayonda ota-onaning aynan mehr ma'rifati, muhabbat ma'rifati, unga e'tibori. Biz oilada 12 ta farzand bo'lganligimiz uchun katta akam Murtaza akam Ulug' Vatan urushida aynan o'sha Kiyevga yaqin qishloqda dunyodan o'tganlar. Ikkinchi akam o'sha Tarzan filmi, ya'ni yoshlar o'zaro qani Tarzandaysan, bir ko'raylik deb alqisa ular fojiali dunyodan o'tganlar. 18 yoshda. Yana uchinchi aynan Said akam 1930-yil 12-mayda dunyoga kelganlar. O'ylanib qolaman. Demak, Alloh o'sha tug'ilgan paytida insonga yo'l ko'rsatadi shekilli. Sen ulug' inson bo'lasan, sen oilaning barcha jigarlaringni yelkangda ko'tarasan. Shuning uchun sening yo'lingda manfaatdorlik faqatgina xalq, qarindosh urug', do'st manfaatdorligi. Shuning uchun Yusuf Xosxojib bekordan aytgan ekan. Demak, shunday insonlar tug'iladiki, u insonlarning manfaatidan boshqa odamlar o'z hayotida foydalanishadi. Men o'ylaymanki, akamni o'sha manfaatdorligi, odamiyligi, samimiyligi va insonparvarligi. Bu manfaatdorlikdan foydalanish bu juda katta baxt, saodat deb o'ylayman. Darhaqiqat shunday ekan, bugun o'sha mehribonim, jigar go'sham, yuragim, qalbim. Otam o'lgandan keyin 9 ta aka-ukani yelkasiga olgan va beixtiyor faqat muruvvat ko'rsatgan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Hech qachon minnat qilmagan. Bu juda katta baxt ekan. Akani, ukalarga, singillarga senga buni qilib senga buni ba'zida endi u yoqdan akam Ma'rif ministri uzoq vaqtda ishlaganlar. Ungacha Markazkomda ma'naviyat, fan, adabiyot bo'limi boshlig'i, hurmatli birinchi O'zbekistonning hozirgi tilimizda rahbari Sharof Rashidovichning yonlarida bo'lganlar. Istagan
kishi odamni istamagan holatdagi holatlarni amalga oshishlari mumkin edi. Lekin yo'q, ularning orqasidan biz bor edik. Ammo oldin ota-onam o'gitlari bor edi. Ota-onam bergan ma'rifati bor edi. Qo'limizga bergan kitoblari bor edi. Qo'limizga bergan halol mehnat bor edi. Ana shuning natijasida akam bir umr hayotining oxirigacha oiladan tashqari biz barcha aka-ukalar, hattoki bizning nabiralarimiz, balki xola, amma, vachchalar, butun Buxoro Qorako'l, bilasizmi, bitta so'zlari bor edi. Qayerdan desa Qorako'ldan. Nima? Qorako'ldan? Ha, Qorako'ldan. Nima? Qorako'lgrad. Ha, Qorako'lgrad akajon, uzr. Shunchalik har bir so'zlarida ma'no, g'urur, faxr, shunaqa bir shuhrat bor ediki, odamiylik shuhrati, samimiylik shuhrati, mehr, muhabbat shuhrati ustun edi. Shuning uchun ham akamni mana shu bu yil inshaalloh tirik bo'lganlarida 95 yilga yoshga to'lar edilar, ammo ularning xotirasi tirik. Ularning yo'llari keng, bepoyon, ular qalblari ochiq. Chunki o'ta mehmondo'st bo'lganlar. Men shu kitob yozish jarayonida juda ko'plarning dil izhorlari kela boshladi. Har bittasini o'qiganimda shanasini yig'lab o'qidim. Birortasi yozmaganki, bunday muorif vaziri bo'lmagan. Bu men uchun shuhrat, men uchun g'urur, men uchun sharaf. Shirmuhammedovlar mana keyinga ketadigan avlodlar uchun 4-sulola bo'layapmiz hozir. Shu 4-sulola uchun asos. Nega deysizmi? Namanganga borganimda oddiy bir o'qituvchi shunday ko'rib, Said Shirmuhammedov kim bo'ladi? Juda qaradimda, singillari bo'laman dedi. 86 yoshda ekanlar. 45 yil muorif sistemasida ishlagan ekanlar. Bilasizmi dedilar. Said aka bizning maktabimizga kelganda, "Voy, ministr kelyapti, vazir kelyapti" degan shovqin bo'ldi dedilar. Shunaqa oddiy mashinadan tushib, mana shunchadan shunchagacha so'rashib, hammamizni bag'rlariga olib, undan keyin sinflarga kirib borib, har bitta bolani qalblariga oldilar. Men o'shanda ularni ko'rib, bu darajadagi odamiylik, bu darajadagi samimiylik, kamtarlik nahotki bizga vazir keladi degan vahima bo'ldi. Demak, manfaat degan so'z bejiz men takrorlamadim. Inson manfaati akam uchun ustun bo'ldi. Mana shu ustunligini qarang, 50 yil davomida muorif sistemasida ishlagan inson 50 yildan buyon xotirasida turibdi. Nega? Buni biz odamiylik deymiz. Buni biz mehribonlik deymiz. Akam uzoq o'sha vazirlikdan ishlash davomlarida bir necha voqealarni gapirib berishga to'g'ri keladi. Biz akam bilan ko'rish qiyin edi. Eng uchrashishimiz 24:00 o'tgandan keyin edi. O'sha sohilda joylashgan 14-etajda edilar. Chunki uylariga borgan odam uxlab qolar edi ularni kutganda. Biz majbur bo'lardik turmush o'rtog'im bilan, "Yuring, birga olib kelamiz Said akamni o'yga" deb. Ishonasizmi? Qancha odamlar shu 24:00 ni kutib minnatdorchilik bildirib ketganini ko'rganman. Said Shirmuhammedovich, meni bolamni ishga joylashtirdingiz. Said Shirmuhammedovich, bali yetishmaganda biz bilmay ham qopmiz, bal to'g'rilab talaba bo'libdi degan so'zlarni navbat turib eshitganini ko'rib, men hozir to'g'risini aytsam, bugungi sharoitdagi vaziyatda hayron qolaman. Shuning uchun Said akamdagi insoniylik va qalbdagi mehr shu darajada osmondagi yulduzlar, bulutlar, osmondagi tog'day mana uchun ular ham kamlik qiladi deb o'ylayman. Bu maqtanish emas aslo. Buni men aytayotganim yo'q. Men buni xalq nomidan aytyapman. Yana bitta juda bir chiroyli ularni
odamiylik tomoni o'ta mehmondo'st. Shanba bozor ko'rgani borardik, ishonasizmi? Birorta doktorant, aspirant, shogirdlari kelsa, albatta ularni ovqatlantirib, ular bilan suhbat o'tkazib, kayfiyatini o'rganib, sog'ligini, oila sharoitini, shu kunlarda bo'lgan munosabatlarni o'rganib, endi kelingchi, nima yozdingiz? Bir varaqlab ko'raylikchi deb boshidan oxirigacha endi o'qiganda ham shunaqa zehn bilan o'qirdilar. Eshitmasdilar, ko'rmasdilar. Biz bu yerda gaplashib tursak ham eshitmasdilar. Nega? Chunki ular haqiqiy ustoz bo'lgan. O'zbek xalqida bir so'z bor. Otang ustozdek aziz. Ammo ustoz bo'lib, aziz bo'lib qolish uchun o'zingdan voz kechishing kerak. Sog'ligingdan voz kechishing kerak. Xursandchiligingdan voz kechishing kerak. Chunki seni oldinga qarshi turgan, seni izingni davomchisi keldi. Bu seni aynan shogirding. Ammo aytishadi-ku, ustoz shogirdga o'xshar ekan deb. Nima uchun shu so'z aytiladi? Men shuncha yoshimga kiribman, 54 yil ishlash sharafiga ega bo'libman. Akam qo'lida 16 yoshda qolgan bo'lsam, ko'z oldiga keltiring. 16 yoshdan 16-yilgacha otalik qildilar. Shirin, shakar, asal hamda nihoyatda bir mehribon, g'amxo'r hamda o'zini qavmi qarindoshiga, yori birodarlariga, aka ukalariga, singillari jiyanlariga, dugonalariga mehrlik, oqibatlik, sadoqatli bir inson Jamilaxonni mana shu nihoyatda bir quvonchli hodisa bilan butun urug' aymoq nomidan chin dildan samimiy muborakbod etishga ruxsat berasiz. Bilasizmi nima deb so'rashganda? Har doim Jamilamma derdilar. Bu qanaqadir boshqacha tuyuladi. Aslida ular shunchalik onamga o'xshaganim uchun, xarakterim onamga o'xshaganim uchun, buvijonimga o'xshaganim uchun shunchalik mehr bilan Jamilamma deb kutib olardilar. Birinchi savollari: ko'zingiz nimaga qizardi? Mana jigar deb shuni aytadi. Nima olib kelding? Sumkangda nima bor? Menga buni qilishing kerak. Menga buni qilishing kerak. Ko'zingiz nimaga qizargan? Akajon, siz ham olimsiz. Biz ham shu yo'lni tanlaganmiz. 2gacha, 3gacha kitob o'qiymiz. O'zingizni maktabingiz esingizdan chiqdimi? Zachotni knishkamni bir marta to'rganimda adashib 14-etajdan otib olganingiz. O'sha uchun akamni eng katta himmati, eng katta bizga bergan o'giti halol mehnat bilan muvaffaqiyatga erishish. O'zingni hayot ehtiyojing bilan qoniqishing, ehtiyojingdan tashqari ehtiyojni qabul qilishing har doim aytardim, o'g'irlikka olib keladi, parokandalikka olib keladi, malmanlikka olib keladi. Har qanday vaziyatda balkim odamni o'ldirishga ham olib keladi. Jamilamma, qo'ya qolaman sizga. Tadbirkorlik, jamoat ishlari, oila ishi, turmush o'rtoq, yana hazillashib, Raziq akamning kaprizlari deb qarab qo'yardilar. Meni ham kaprizimni ko'tarib qo'yasiz. Bizda meni ham ko'tarib, bu kuchli irodani qayerdan olgansiz? Sizdan, akajon. Chunki siz ota-onamdan oldingiz, biz sizdan oldik. Yana bir vaziyat, o'sha otam dunyodan o'tgan kuni akamni bir botir inson deb bilar edim. Chunki otam o'ladigan emasdilar. 66-yil o'sha Jumacharskidagi davlat kasalxonasida betob davolanib yotganlar onajonim bilan tepadan tosh tushgan, shu jigarlar tomon tushgan. Ammo shundan keyin bir 2 oydan keyin dunyodan o'tdilar. Hech o'zlarini yo'qotmadilar ekan, hayron qolaman. Yo'qotmasdan 9 ta farzand hammamiz to'plab, bizning bitta siyosatimiz bor oilamizda.
bu ziyo nurini tarqatish. Kim qanday o'qigan bo'lsa davom ettiradi. Maktabda o'qigan bo'lsa a'lo darajada o'qiydi. Har qanday vaziyatda men yonlaringdaman. Mana akayingiz, Yahyo akayingiz, Samat akayingiz, Arslon akayingiz, Bahodir akayingiz, Omon akayingiz, Dilbar opayingiz, Nigor opayingiz, mana biz yoningizdamiz. Nima uchun bu so'zni aytyapman? Men o'zim ish jarayonida juda ko'p oilaviy konsertlarga shohid bo'lyapman. Hali ota-onasi o'lmasdan shu yer meniki, bu hovli meniki, dacha meniki degan so'zlarni eshitganimda akam yana ham ko'zimga nur ko'rinadi. Yana ham bir boshqa dunyo ko'rinadi. Bu bag'ri kellik, bu ko'zi to'qlik, bu shinavandalik, bu mehribonlik, yo ajaba qayerdan deyman-da o'zimga. Ha, bu ota-onamdan. Farg'ona, Namangan, Andijon maktablarga, oliy o'qituvchilariga borganlarida Jamila, men yuring men bilan, sizni ham maslahatingiz kerak bo'ladi dedilar. Birinchi bo'lib maktabda kutubxona bormi deb so'rardilar. Birinchi so'rovlari. Laboratoriyalar bormi deb so'rardilar. Biologiyani o'zining laboratoriyasi bormi? Ximiyani, fizikani laboratoriyasi bormi? Matematikadan hamma imkoniyatlar yaratilganmi? Anatomiyada skelet bormi? Men hayratda qolaman. Hozir juda ko'p viloyatlarda yuraman. To'g'ri, hozir endi IT programma, sun'iy intellekt kirib keldi. Globuslar yo'q. Maktabda stol ustida. Juda ko'p laboratoriyalar bo'shab qolgan. Demak, Said akam o'sha paytda bugungi kunni ko'rib bilgan ekanlar. Kitob va laboratoriya o'quvchini aqlini, fikrini, tafakkurini mustahkamlaydigan fundament berdilar. Fundament berdilar. Darhaqiqat shunday ekan, shu fundamentni maktabdan o'sha paytda oliy ta'limlar ochildi. Andijon, Farg'ona, Namangan, Qoraqalpog'iston, butun viloyatlarda. Shu borish jarayonlarida ko'rardimda, mashinadan tushishlari bilan hamma bilan so'rashib, mashinani ham bilasizmi, institutni bir yarim bekat oldida. Aka derdim, ali bor joy, boradigan vaqtimiz bor-ku, yo'limiz bor-ku. Yo'q, shu yerda to'xtating derdilar. Hozir qarasam, sotsial adolat, ijtimoiy adolat sistemasini ko'targan ekanlar. Vazir va talaba, vazir va o'qituvchi, vazir va professor orasida eshik darvoza yo'q bo'lishni xohlagan ekanlar. Samimiylik xohlagan ekanlar. Ana shunday bir ajoyib, kamtarin, samimiy inson. Oilada o'ta bolajon bo'lgan. Judayam. Ismida Boburjonni maktabda rahmatli yotgan joy jannatda bo'lsin, Boburjonimning ragatka bilan ko'ziga urishgan edi. Bir ko'zi chiqib ketgan edi. Moskvada Kremlyovskiy kasalxonada amaliyotdan keyin men aspiranturada edim. Tez-tez borib turardim Boburni oldida. Boburni oldida Boburim derdilar-yu, shunday chiqishlari bilan ko'zlari yoshga to'lib ketar edi. Shunchalik bolaga mehribonlik, Baxtiyorga endi Arslonim derdilar. Lola qizim, ola qizim, bola qizim, mehr qizim deb erkalardilar. Yangajonga muhabbatim hech qachon eshitmaganman. Muhabbatim deb. Ana shunday bir kuchli, mehribon, asl inson ekanlar. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deb bejiz Alisher Navoiy aytmagan ekan. Bejiz hamisha otam bitta so'zni qaytaradi. Bolalarim, bu dunyoda eng katta bino halollik binosi. Men tushunmasdim. Kichkina qiz edim unda, halollik binosi. O'g'irlik qilmang, yolg'on gapirmang, hasad qilmang. Kursida o'tirganingizda esankiramang. Ana shu gap aynan akamga ta'sir qilgani. Umrimda necha marta kabinetlarga soat 13:24 da borganimda kursida o'tirmaganlar ekan. Bu tomonda o'tirganlar. Ko'rmaganman kursida o'tirganlar. Va bitta narsa
o'sha paytda 11 yoshda edimda. Akam Zavodiy Tsikada shu unvon berilganidan ish faoliyati bergandan keyin biz tabriklagani keldik. Men Nigor opam bu yerda o'qidilar Toshkentda, Zamir. Dadam bitta gaplari hayotimda qolgan. O'g'lim, mashina olib yuribdimi siz dedilar. Ha dadajon. Kursida o'tiribsizmi dedilar. Ha dadajon. O'g'lim, kursi ham, mashina ham sizga yordam bermaydi. Buni to'ldiring. Ilmga, ma'rifatga, mehnatga, sabrga, toqatga, sadoqatga to'ldiringki, sizni orqangizdan ketgan ukalaringiz ham siz davomchisiz bo'lsin-da, esankiramasin. Qanaqa kuchli gap ekan. Haqiqatda ham o'sha 85-yilda Ma'rif mislari, endi u yoshlari ham o'sha yetgan edi, ammo akam esankiramadilar, o'zlarini yo'qotmadilar. Qanday bo'lsa, shu yo'ldan akademik bo'lib ketdilar. Falsafa fanlari doktori, akademik bo'lib ketdilar. Hayotda har xil o'qin-cho'qinlari bo'lar ekan. Lekin ana shu o'nqir-cho'nqirlarida sizni qutqaradigan sizni ilmingiz ekan. Sizni o'sha olgan tug'ilganingizdan to deylik mana shu yoshim bo'lsa, akam 86 yoshgacha yashagan bo'lsalar, o'sha 86 yoshgacha olgan hayot o'gitlari ilm orqali ekan. Bejizdan Al-Buxoriy hadislarida beshidan qabrigacha ilm izla demagan. Inson qancha yashagani uchun emas, qanday yashagani uchun javob bersin ekan. Akam jannatni yashagan paytlarida aynan qancha emas, 86 yoshga qanday yashaganlari uchun to'g'ri, halol, mehnatsevar, sabrli, o'ta irodali, to dunyodan o'tganlaricha bir 20 ta amaliyot boshlardan kechirdilar. 20 ta. Meni bilganim, eslaganim, mengacha ham bilmayman. O'sha uchun bugun Said akam haqida gapirmasligim, Said akam haqida ularni yoshliklaridan bugunga qadar o'sha deylik bugun men uchun ular hayot. Men ular uchun hech qachon o'lmaydi. Mana hamma akalarim men uchun hayot. Har bittasining o'zini o'rni, ammo Said akamning o'rni o'zgacha. Ham ota, ham ona, ham aka. To'g'ri eslaymanda, shuncha aka-uka. Buni ichida Samad akam pedagog, Arslon akam kuchli iqtisodchi. Juda ham kuchli. Hattoki raykom sekretari, hokimning o'rinbosarlarigacha juda Qorako'lda katta o'p. Bahodir akam falsafa fanlari doktori. Yahya akam falsafa fanlari doktori. Nigor opam haqiqiy pediatr bo'ldilar. Nigor opam farmakolog. Amon akam haqiqiy filolog, pedagog bo'ldilar. Men shu falsafa sohasida, Zamira singlim filolog, pedagog. Birortamiz Ziyod eshigini bekitib ketmadik. Ziyo eshigini lang ochdilar va hammamizga haqiqiy, hattoki amakvachalarga, tog'abachalarga, jiyanlarimga Said akamni faqatgina Ma'rif sistemasida emas, balki O'zbekistonda falsafa jamiyatini yaratuvchi faylasuflar butun armiyasini qo'mondoni bo'lgan desam ham adashmayman. Chunki ularning rahbari Ibrohim Mo'minov bo'lganliklari uchun akamga juda katta dastak qoldirganlar. O'zbekiston falsafa taraqqiyotini ko'tarish masalasini akamga juda katta bir dastgoh, maktab sifatida qoldirganlar. Akam shu maktabni yaratuvchisi bo'ldilar, yaratdilar. Ba'zida o'ylanib qolaman. Reallikmi, paradoksmi? Akajonim qayerga boshlamam qat'iy nazar yoshlar bilan muloqot qilganda ilm qiling deb tavsiya qilardi. Ilm. Qayerga boshlamam qat'iy nazar hammaga yaxshilik qiling derdilar. Yaxshilik qiling derdilar. Qayerga boshdan qat'iy nazar
o'z vataningizga sodiq qoling. Adabiyotingizni o'qing, tarixingizni o'qing. Ma'naviyatingizga sodiq bo'ling. Qadriyatingizga sodiq bo'ling. Tilingizga, diningizga, qavm qarindoshlarga, do'stlarga sodiq bo'ling derdilar. Qayerga borsa-da qat'iy nazar. Mana hozir o'ylab qarasam, bir necha yuz doktorant, bir necha yuz diplomat, bir necha yuz fan nomzodlarini o'zlari beixtiyor ota bo'lib, olim bo'lib, ilm izlab, ilm qilgan. Bugun menimcha shu yoshlarga juda ham katta maktab bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Said akam tug'ilganidan to o'sha 86 yoshgacha haqiqatda ham ilm izladilar, ham mehr, ham muhabbat, ham sadoqat targ'ib qildilar. Buni ma'naviyat deb aytiladi. Ma'naviyatni o'chog'i ham aynan o'sha jamiyat taraqqiyotga qo'shgan hissasi deb o'ylayman. Hamisha mendan so'rashadi-da, bu sizlarning oilalaringiz qanday oila? Hamma ziyoli, o'qimishli, fan nomzodlari, fan doktorlari, tadqiqotchilar, izlanuvchilar degani bitta javob beraman. Vatanini sevgan, millatini sevgan, oilasini sevgan, do'stini, farzandlarini sevgan inson hamisha qalbida, ruhida, yuragida uni atrofida o'rab turgan barcha do'stlariga shu yaxshiligini qaytarishni istaydi. Shu uchun bizni sulola, Shirmuhammedovlar sulolasi, Said akam o'sha katta ota roldagi, ona roldagi sulola menimcha o'zidan erishmadilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan arbobi, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, falsafa fanlari doktori, professor, bir necha unvonlar sohibi, Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati hamda eng muhimi oddiy, kamtar, mehribon inson. Yaqinda o'sha 2 yil bo'lyapti bu kitobni sekin boshlaganimizga. Mana inshaalloh kitob chiqdi. Bu kitobga mehr muhabbat bilan dil izhorlarini qalblari bilan, qalam bilan emas, qalblari bilan barcha ustozlarga, ularning shogirdlariga, barcha qarindosh urug'larimga, do'st birodarlarimga minnatdorchilik bilan bir qatorda ta'zim qilaman. Chunki bu kitobni yozilishida barchamizning mehr hissamiz, barchamizning qalb hissamiz qo'shdi desam adashmayman. Agar ular bo'lmaganda edi, do'stlarimiz, ustozlar bo'lmaganda edi, mana ularga eng yaqin Aql Mirzaqulov Salimov, ularning dil izhorlari alohida ko'rinib turibdi. Ularga yaqin do'st bo'lganlar, birga ishlashgan, 99 yoshga kirgan bo'lsalar ham dil izhorlarini yozib berishdan albatta yozib beraman. Tarixga qaytaman, butun tarixni ko'taraman deb. Men butun oilam nomidan, butun shogirdlar nomidan, kerak bo'lsa Said akam ruhi nomidan. Chunki ruhlar tirik, ular sevishadi. Har bir harakatimizni, har bir so'zimizni, qalbda aytilgan so'zimizni, yurakdan aytilgan so'zimizni. Shuning uchun men shu kitobni boshdan oxirigacha rahnamolik qilgan, qo'llab-quvvatlagan, ham moddiy, ham ma'naviy, ham ijtimoiy, ham insoniy jihatdan yordam bergan barchaga qayta o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki sizlar bo'lmaganingizda edi, bu kitob ham yozilmagandi, ana bu film ham bo'lmagan bo'lar edi, Said akamning xotirasini ham eslamagan bo'lardik. Demak, Said akam shunday bir ajoyib inson ekanlarki, ularni bugun faqatgina xotirasida eslashgina emas, ularning so'zlarini, g'oyalarini, ilmlarini, fikrlarini, dunyo qarashlarini, tafakkurini davom ettiruvchi shogirdlari, do'stlari, birodarlari, qarindosh ulug'lari, atrofda bo'lgan haqiqiy do'stlari bor ekanki, mana shunday kun amalga oshirildi.
va haqiqiy tantanaga aylandi. Zamonlar o'tadi, davronlar o'tadi, lekin sizning qilgan ishingiz yoshlarning qalbida, o'zbek millatining qalbida abadiy qoladi. Shermuhammedovlar sulolasi bor ekan, albatta o'zbek millatining fani, adabiyoti, ilmi hech qachon so'nmaydi.